Endi Amerikada hozir o'zinglar bilasizlar. Ish qilib siz agar trak desangiz oyiga $10,000 topasiz. Biznes qilish mana shu trakdan bo'lib qolgan. Trak biznesi o'sha aktual mavzu bu yerda. Bundan tashqari Amerikada qilinadigan qanaqa ishlar bor, nima ishlar qilib pul topsa bo'ladi, o'shalar haqida ham sizlarga aytib boraman. Bu haqiqat. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda Kaminat Xanbek. O'rtoqlar, hozir mikrofon taqib olaylik. Video boshlaymiz. Xo'p. O'rtoqlar, sizlar bilan birgalikda bir aniq bir yo'nalish yoki aniq bir mavzu to'g'risida gaplashmaymiz. Bugungi mavzuyimiz turli xil bo'ladi, ya'ni har xil mavzularga oid video bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va ushbu videoni o'rtoqlaringizga yoki Telegram gruppalarga tarqatib o'rsanglar xursand bo'laman. Xo'p, o'rtoqlar, meni ismim Adxanbek, familiyam Yo'ldashev. YouTube kanalimni 2020-yil ochganman. O'sha 2020-yildan beri meni kuzatadiganlar taniydi, agar hozir ham kuzatsanglar. Bizni YouTube'imizda hozir 4300 dan oshiq obunachilarimiz bor. Xudo xolasa, sizlar bilan birgalikda iloji boricha aktiv bo'lishga harakat qilaman. Bugun payshanba, 16-adashmasam 16-yanvar, bugunda adashmayapman. Juma kuni to'g'ri, soat 3 dan 45 minut o'tdi bizda Amerikada. O'zbekistonda bugun 17-yanvar. Sizlarda yangi kun, shanba kuni. Bizda juma kuni. Odatda 9 soat, 10 soat orqada yuradi Amerika. Xo'p. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan o'sha aytganimdek har xil mavzuda gaplashamiz. Aniq bir yo'nalish yo'q. Bu kanalimda men odatda o'sha nima deydi? Meni tanigan odamlar Amerikadagi universitetlar to'g'risida yangiliklar berganman. O'sha eng arzon universitetlar, eng qimmat universitetlar deb o'qishga oid, o'sha talabalarning yo'nalishiga oid video kontentlar qilganman. Meni shundan tanishadi ko'pchilik. Hozirda endi men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. O'sha 4 yil bo'lyapti bu yerda yashayganimga. Hozirda men turli xil videolar chiqarib turaman. O'sha Amerikada bo'layotgan yangiliklar, aytaylik, bu yerda yashash tarzi, o'sha o'zbeklarning hayoti, qanaqa uyda yashaydi, qanaqa mashinalarda yurishadi, shunaqangi videolar qilib turaman ora-orada. Xo'p. Bugun jumadan boshlab o'sha keyingi haftalik jumagacha men videolar joylab boraman YouTube kanalimga. O'sha bir hafta mobaynida har kuni iloji bo'lsa eng kamida 2 minutlik video joylayman. Meni kanalimga obuna bo'lib, videolarga like bosib kuzatib tursanglar, izohlar qoldirib, o'sha albatta kommentariyalar kutib qolaman. Har bitta kommentariyaga javob berib boraman. Xo'p. Bugungi kunda bo'layotgan yangiliklar to'g'risida sizlarga biroz bo'lishib o'tsam, Amerikada qanaqangi yangiliklar bo'lyapti? O'sha immigratsiya vizalar to'xtatildi, mana xabarlar bor. 75 ta mamlakatga viza berish to'xtatildi va o'sha sabablarni aytib o'taman. Hozirda o'zingizlar bilasizlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha nima deydi, nelegal, noqonuniy yurgan immigrantlarni nima deydi, o'z yurtlariga jo'natishyapti. Bu yerda detentionga olyapti. Detention o'sha bizda qamoq. O'sha qamoqqa olib turib, keyin o'sha deportatsiya ishlarini olib borishyapti. Unga vaqt ketyapti. Kimdir 3 oydan beri, kimdir 6 oydan beri o'sha qamoqda o'tiribdi. Qachon deport bo'lishini kutib. Xo'p, bu o'sha siyosiy yangiliklar. Bu vizalar to'xtatilganiga eng katta sabab o'sha prezident Donald Trump bo'ladi. Bu odam nima deydi? Respublikachi odam. Qachon davlat tepasiga demokratlar kelsa, shundagina o'sha Amerikada yana immigratsiya ishlari osonlashadi. Yana o'sha immigratsiya vizalar beriladi, berilish davom etadi. Yana o'sha Amerikaga ko'plab nima deydi, immigrantlar Amerikaga kelishi mumkin. Hozirda Donald Trump boshchiligida bo'lgani uchun o'sha immigratsiya vizalari to'xtatildi. Bu o'z-o'zidan boshqa vizalarga hech qanaqangi ta'sir yo'q. Misol uchun turistik viza yoki talabalar uchun yoki shunaqangi vizalarga hech qanaqa aloqasi yo'q buni. O'sha studentlar, work and travelchilar kelaveradi vizasini olib, turistlar kelaveradi, lekin mana shunaqangi immigratsion yoki HB1, ishchi viza yo'q. Bunaqangi vizalarga hozir to'xtatilish berilgan. 75 ta davlatga, albatta ichida O'zbekiston ham bor. Xo'p, o'rtoqlar, bu mavzudan chetlagan holda boshqa mavzuga ham qo'yamiz. Hozirda Instagramda kontent qilyapman. O'sha qanaqa qilib YouTube kanal sozlash, qanday qilib YouTube kanal to'g'ri nima deydi, kontrol qilish, YouTube kanal orqali pul topish degan mavzuda kontentlar qilyapman. Ko'pchilik savol beradi, YouTube kanal orqali O'zbekistonda pul topsa bo'ladimi? Albatta, YouTube kanal orqali O'zbekistonda turib ham pul topsangiz bo'ladi. Buning uchun men bir nima deydi,
tushunchalar berib o'taman sizlarga. Nastroykalarni to'g'rilab berish mumkin yoki o'sha Telegram gruppamiz bor. Kanalimga, gruppamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, gruppamizda o'zim yaqinlarim bor. O'sha nima deydi, administratorlar bor. Kirib sizni YouTube kanalingizni nastroykalarni, o'sha sozlamalarni to'g'rilab, sozlab berishadi. Xo'p, ko'pchilikda bo'layotgan muammo o'zbek nomeriga kod kelmayapti hozirda. Shunaqangi muammolar bo'lib turibdi. O'sha kod verifikatsiyani o'tsa, ya'ni sizni tasdiqlasa, keyin kanalingizni bemalol yurgizsangiz bo'ladi. Amerikanskiy YouTube kanal deb hozir hamma aytib yuribdi. Yo'q, amerikanskiy degan narsa yo'q. Amerikanskiy YouTube kanal degan narsa yo'q. Faqat YouTube kanal ochganingizda lokatsiyani o'sha Amerika Qo'shma Shtatlar deb sozlab qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni siz YouTube studioga kirasiz. YouTube studioda o'zi nastroykasida bor. Pul birligini o'zgartirsangiz bo'ladi, lokatsiyani o'zgartirsangiz bo'ladi. Har bitta joylaydigan videongizga o'zi shablon qilib description, описание qilib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Uni to'g'rilayganda lokatsiyani o'zgartirib qo'ysangiz bo'ldi. Amerika qilib qo'ysangiz, siz YouTube kanalingiz o'sha pul topishga eligible bo'ladi. Ya'ni pul topsangiz bo'ladi kanalingiz. Xo'p. YouTube kanalni qanday qilib tartibga solsa bo'ladi? Buni aytib o'tdim. Endi to'g'ri yurgizish. Bu kanalimda meni 20-yildan beri kuzatadiganlar biladi, juda ham kam video qo'yaman. Oldinlari haftasiga 3 tadan video qo'yardim. O'sha kanalni yangi ochgan paytda, hozirda kanalimda juda ham kam video qo'yaman. Nima deydi, oxirgi paytda shunaqangi videolar qo'yapman. Green Card sezon boshlanganda oktyabrda qanaqa qilib Green Cardga to'lash haqida video qo'yaman. May oyida keyingi yilga javoblar chiqqanda, Green Cardga javob chiqqanda, qanday qilib javoblarni tekshirishda video qo'yaman. Shu qanaqa qilib Green Cardga to'ldirish, javoblarni qanaqa qilib tekshirish, orada yangi yil bo'lganda, yangi yilda bo'lgan salyutlar to'g'risida shunday video. Kanalimda 3 ta video qo'yaman har yili. Mana endi xudo xolasa bugungi kundan boshlab mana sekin-sekin kanalimizni jonlantiryapmiz. Podдержкада bo'lib tursanglar, aytib o'tganimdek obuna bo'lib, videoga layklar bosib, o'rtoqlaringizga videoni yuborib, kommentariya, izohlar qoldirib, kuzatishda davom etib tursanglar, xudo xolasa men juda ham bir ko'plab yangiliklar hali oldinda sizlarga aytib tushuntirib boraman. Ya'ni Amerikadagi o'zbeklar, bu yerda o'zbeklar yashash tarzi, sharoiti, qanaqa mashinalar haydashadi, bu yerdagi bizneslar, o'sha truck kompaniya yurgizish, truck ustaxonasi ochish yoki shunaqa nima deydi, servislar to'g'risida men videolar joylab boraman. Xudo xolasa shu kanalimni kuzatib, o'sha obuna bo'lib, nima deydi, podдержка qilib tursanglar, xudo xolasa kanalimda harakat qilaman haftada 3 ta 4 ta video chiqarishga. Hozirda men challenge qilmoqchiman. Bugun juma bo'lsa, bizda keyingi hafta jumagacha bir hafta mobaynida videolar qo'ymoqchiman har kuni. Xo'p o'rtoqlar, o'sha YouTube kanal yuritish haqida gaplashaylik. YouTube nimani yoqtiradi? YouTube bu consistency, ya'ni doimiylik yoqtiradi. Biz YouTube'da doim o'sha videolar qo'yib tursak, aniq bir vaqtda, aniq bir kunlarda video qo'yib tursak, YouTube algoritmi bizni bu robot emas yoki bu bot emas, bu odamning kanali deb bizni nima deydi, algoritmni ajratib oladi-da, biz aktivligimizni ko'rib YouTube'da va bizni rekomendatsiyaga odamlarni o'sha YouTube sahifalarida bizni ko'proq reklama qiladi. YouTube bizni odamlarga tanitadi. Agar biz auditoriyani to'g'ri tanlay bilsak. Ko'pchilik hozir kelib aytayapti menga, chunki men Instagramda bu haqida videolar qilyapman, qanaqa qilib YouTubedan pul topsa bo'ladi, qanaqa sozlasa yoki ChatGPT orqali, sun'iy intellekt orqali videolar tayyorlab YouTubega joylash to'g'risida men Instagramda videolar qilib turaman. Instagramim Yasin, o'sha pastki chiziqcha 18. Instagram profilimga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu burchakda chiqadi. U yerda men videolar olib boraman, videolar har kunlik nima deydi, reels qo'yib boraman, chunki YouTubega nisbatan Instagramda trafik, ya'ni auditoriya kuchli edi. Xudo xolasa meni Instagramda ham kutib tursanglar, bu haqida nima deydi, videolar chiqaraman Instagramda, keyin YouTube kanalimga joylayman. Xo'p, mavzudan chetlashmaylik. YouTube'ga doimiylik yoqadi. YouTube'da siz umuman to'xtab qolmasligingiz kerak. Videolarda haftasiga kamida 3 ta video chiqishi kerak. Long, o'sha 2-3 minutlik manaqa nima deydi, gorizontal video, nima deydi? Gorizontal, xullas. Mana shunaqangi long video olsangiz 2-3 daqiqalik YouTube'ga haftasiga 3 tadan joylang mayli. Lekin YouTube Shorts bu xohlasanglar kuniga 2 tadan 3 tagacha joylanglar. Xohlasanglar har kuni bir xil vaqtda bittadan joylanglar. Lekin YouTube'ga o'sha haftasiga YouTube 5 ta Shorts joylashingiz kerak. Ya'ni siz YouTube'da aktiv bo'lishingiz uchun. Bunaqangi long videolar xohlasangiz 2 ta, xohlasangiz 3 ta, xohlasangiz bitta joylang. Lekin o'sha doimiy bo'lib turishi kerak. Xo'p, yana bitta narsa, YouTube algoritmida 2 ta narsa bor. Long term videolar, long videolar va YouTube Shorts.
Agar siz kanalingizni faqat YouTube Shorts qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha faqat YouTube Shorts qiling, long video haftada bir marta joylang. Yoki siz kanalingiz faqat longga mo'ljallangan bo'lsa, haftasiga kamida 3 ta video joylashingiz kerak. Xohlasiz 2 ta yoki 3 ta, xohlasiz 5 ta joylang. Uni hech qanaqangi muammosi yo'q. Faqat YouTube doimiylikni xush ko'radi. Bir kunda 5-6 ta video joylab yubormanglar, bu analitikaga ham ta'sir qilishi mumkin. Chunki YouTube'ga aniq bir auditoriya kerak. Xo'p do'stlar, mening kanalim aytib o'tganimdek mix, aralash kanal. Bu yerda albatta aktiv kam bo'lishi mumkin. Meni kanalimda aniq bir yo'nalish yo'qligi uchun auditoriya ham har xil, ya'ni tushunarsiz. Instagramga joylagan videolarimni obunachilar kelyapti, kanalingizni ko'ryapman, sizda aniq bir yo'nalish yo'q ekan, videolaringiz topga chiqmagan, prosmotr yo'q ekan deb menga yozib yotishibdi. Bu aniq. Chunki meni bu shaxsiy kanalim. Men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaganim uchun menda har xil videolar chiqadi. Aniq bir yo'nalishim yo'q. Lekin bu kanaldan tashqari menda yana 2 ta kanal bor. Biri yosh bolalar uchun multik yo'nalishi, albatta u o'z-o'zidan yosh bolalar kanali. Men uni olib sizlarga nomini aytib ko'rsatib o'tishim shart emas. Ikkinchi yo'nalish Taylor's Hub. U ham yosh bolalar yo'nalishi. 2 ta kanalim bor, uni o'zini obunachisi bor. O'ziga yarasha o'sha daromad kelib turadi, lekin men Amerikada boshqa ish qilganim uchun men u kelayotgan daromad menga kerak emas. U to'g'risi uni daromadi menga zo'r pul olib kelmaydi. Chunki men aktiv emasman u kanallarda. To'g'ri, oldin aktiv bo'lganman. 2 ta o'zim alohida kanalim bor. Undan tashqari bu mening shaxsiy profilim. Ko'pchilik kelib menga kommentariy yozib yotibdi. Unaqa emas ekan, bunaqa emas ekan. Instagramda berayotgan ma'lumotingiz yo'q sizning YouTube'ingizda. Mana endi sizlarga o'sha ma'lumotlarni aytib o'tyapman. O'zimning harakatlarimdan, o'zimning YouTube kanallarimdan kelib o'sha 2 ta kanalim analitikasini bu kanalda ko'rsatib boraman. Obuna bo'lib qo'yinglar aytib o'tganimdek. Xo'p, endi sizlar obuna bo'lmaysizlar, men kimga ko'rsatish mumkin ma'lumotlarni, to'g'rimi? Xo'p do'stlar, Amerikada bo'layotgan yangiliklardan sizlarga iloji boricha ulashib boraman. O'sha texnika, texnologiya olamlarida qanaqa kashfiyotlar bo'lyapti, nimalardaligi, nima deydi, odamlar qanaqangi texnologiyalar qilyapti, o'shalarni aytib boraman. Bu albatta mendan tashqari juda ham bir ko'pchilik blogerlar bor bu haqida ma'lumotlar beradigan. Amerikada ko'pchilik nima qiladi? Yangi viza olib kelgan odam ham Amerikadagi lifestyle, hayot tarzini ko'rsatib o'tadi. Amerikaga kelib bloger bo'lib ketish juda ham oson. Lekin men mana shu narsani qilmaganman. Amerikaga kelib turib, ottimni qamchilab qolmaganman. Menda pul topish kerak bo'lgan, o'sha hammani o'ziga yarasha muammolari menda ham bor. Shunaqa bo'lib, meni asosiy yo'nalishim nima deydi? Pul topishga qaratilib qolgan uchun men Instagramda ham, YouTube'da ham shunaqangi aktiv bo'lmaganman. Mana endi sekin-sekin aktiv bo'lishni boshlayapman. Xudo xolasa, o'sha yangiliklar to'g'risida doimiy video qo'yishga harakat qilaman. O'sha qanaqa qilib track kompaniyalar yurgizish, misol uchun menda hozir o'zim track kompaniyam bor, 5-6 ta traylarim bor. Endi bu maqtanish emas, просто sizlarga aytyapman. Endi Amerikada hozir o'zingizlar bilasizlar, biznes qilish mana shu trackdan bo'lib qolgan. Track biznesi o'sha aktual mavzu bu yerda. Bundan tashqari Amerikada qilinadigan qanaqa ishlar bor, nima ishlar qilib pul topsa bo'ladi, o'shalar haqida ham sizlarga aytib boraman. Misol Amerikada taksi qilsangiz bo'ladi, Uber, Lyft kuchli bu yerda. Kuniga $300, $400 pul topsangiz bo'ladi. Yoki o'sha dastavkachilik qilib pul topsangiz bo'ladi. Amerikaga kelayotgan ko'pchilik o'sha 3-4 mingga mashinalarni arzonroqqa keyin dastavka qilib ko'radi boshda. Dastavka qilib 2 oy, 3 oy ishlab, o'sha trakka pul to'plab, CDL oladi, o'sha trak haydovchilik guvohnomasini olishadi. Undan keyin trakka chiqadi, company driver bo'ladi. U yoq bu yoq ish qilib siz agar trak haydasangiz oyiga $10,000 topasiz. Bu haqiqat. Ko'pchilik yozishi ham mumkin, sen nimaga bunaqa ma'lumotlar aytyapsan? Yo'q. Haqiqat. Misol men bu narsani aytganim bilan men nonim yarimta bo'lib qolmaydi. Men sizlarga boricha haqiqatlarni aytaman. O'sha Amerikada nima biznes qilsa bo'ladi, nima qo'ysa bo'ladi, qayerga qo'ysa bo'ladi, qancha pul topsa bo'ladi, mana shu ma'lumotlarni sizga aytib o'taman. Albatta aytib o'tganimdek kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu narsani juda ham ko'p so'rayman. Hali oldindan juda ham ko'p videolarimda obuna bo'lishlar so'rayman, chunki Amerikada nima deydi? Amerikada qadamingizda kontent chiqarsangiz bo'ladi. Bu yer juda ham yangiliklarga boy davlat. Nima deydi? Amerika sehrli diyor deb ko'pchilik videolarda boshlaydi. Juda kamerani shu yerda Amerika sehrli diyor. O'rtoqlar, Amerika haqiqatan ham sehrli diyor, lekin shunga yarasha Amerika juda ham bir shafqatsiz diyor ham deyishga nima deydi, arziydi. Chunki misol O'zbekistonda biz bunaqangi harakatlar qilmaganmiz ishlab pul topishga. Men ham O'zbekistonda logistikada ishlaganman, dispetcher bo'lganman, boshqa bo'lgan, pul topganmiz o'zini vaqtida biz ham. Bu yerga kelib bu yerda ham dispetcherligimizni davom ettirdik. Sekin-sekin ko'tarilib, xudo xolasa mana to'g'ri, ozmi ko'pmi bu yerda yashashga pulimiz yetib turibdi. Boshqa bo'lyapti. Amerikada mana 4 yildan beri yashayman o'zim.
Mana shu sir-sinoatlarni, yangiliklarni YouTube kanalimda yoritib boraman. Shuning uchun, nima deydi? Albatta men bilan qolinglar, kanalimda meni kuzatib turinglar. O'sha qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, chunki video joylashimga sizga birinchilardan ko'ra xabari yetib boradi. Qo'ng'iroqchani bosmasangiz, o'sha qachon YouTube'ga kirsangiz, keyin meni YouTube nima deydi, sizni YouTube sahifangizda meni videom chiqadi. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, men video joylashim bilan sizga birinchi xabar chiqadi telefoningizda. Xo'p, yana nimalarni aytsam bo'ladi? Amerikada o'sha avtomobillar, bilasizlar, Copart, qanaqa qilib auksiondan mashina olish, auksiondan olib uni qanaqa qilib sotish, remonti, boshqasi, o'shalar haqida ma'lumotlar ham aytib o'taman. Trak yurgizish, trak biznes qilish, logistika, o'shalar haqida ma'lumotlar beraman. Ozmi ko'pmi o'zim bilgan ma'lumotlarimni. Albatta bu shaxsiy o'zimning fikrim, o'zimning ma'lumotlarim, o'zimdan chiqayotgan gaplar. Buni meni gaplarimni ko'chadan yoki boshqa bloggerlar gaplari bilan taqqoslamasliklarini so'rab qolaman. Chunki hammani o'zini fikri, o'zini yo'nalishi, o'zini мненияsi bor, to'g'rimi? Shuning uchun do'stlar, bu hech qanaqangi bir gaplarim olib, tashqariga olib chiqib bir tragediya qilishga arzimaydi. Bu albatta o'zimni tajribamdan, o'zimning shaxsiy nima deydi, qilgan o'zimning ishlarimdan, tajribalarimdan kelib chiqib sizlarga to'g'ri ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Hech qanaqangi oldi qo'shni gaplar yo'q bu yerda. O'sha Amerika tabiati, atrofdagi manzaralar, orada sayohatlarga ham chiqib nima deydi? Orada sayohatlarga ham chiqib turamiz. O'sha tog'larga chang'i tushgani, boshqa manzaralarni ham ko'rsataman. Qiziqqan odam videolarni ko'radi, qiziqmagani o'sha o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni oladi. Bo'ldi shu. Men boshqa narsani sizlardan so'ramayman. Xo'p. Shu hozircha meni gap so'zlarim shu. Instagramni yurgizish to'g'risida men unaqangi professional emasman. Instagramda qanaqa? Endi albatta video joylayotganda YouTube'ga ham, Instagramga ham o'sha birinchi 3 sekundda odamlarning e'tiborini birinchi 3 sekundlikda e'tiborini jalb qilsangiz bo'ladi. Qanaqangi bir shov-shuvli ma'lumotni aytasizlarmi yoki qanaqangi yangilik aytmoqchisizlar, qanaqangi bir texnologiya yoki nimani aytyapsizlar, 3 ta siri, birinchi, ikkinchi sirini aytib turib, 3-chi sirini yoki nima deydi, oxirida aytib o'taman, ko'rib turinglar, videoda oxirigacha kuzatinglar deb videoda boshlaydi-yu, to'g'ri, shunaqangi boshlash kerak. Misol uchun YouTube kanal yurgizishni 3 ta siri deymanda, 3-chi sirini videoda oxirida aytib o'taman, videoda oxirigacha ko'ring deb turib, keyin sirlarni aytadi. Haqiqatan ham shunaqa boshlash kerak. Hozir odamlarni bitta videoda olib qolib, oxirigacha kuzatirgizish qiyin. Odamlar 3 sekunddan keyin swipe qilib keyingi videoga o'tib ketadi. Videoingiz qiziqarli bo'lmasa, odamlar swipe qilib keyingi videoga o'tib ketadi. Shuning uchun do'stlar, o'sha o'zimning tajribamdan kelib chiqib, YouTube kanal yurgizishni sizlarga aytib boraman. Terlab ketdim to'g'ri, shuncha gap gapiraman deb 17 minut o'tkazib videomiz. Shunaqa. Kanalimga obuna bo'lib meni kuzatib tursanglar, sizlar bilan keyingi videolarni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.